Hazreti İsa şagirdlarga mundaq dedi. Kişilarni gunoh sodir qildiradigan sabablarning bo'lishi muqarrar. Lekin bu sabablarni paydo qilganlarning holiga voy. Bundaq odamning bo'yniga yo'g'on tugman teshi esilgan holda dengizga tashlab yetilgini afzal. Chunki bu jazo manga yengidin ishlanganlarning birini ozdurgan kishiga berildigan jazodan yaxshiroq. Shunga sizlarmu nima qilayotganinglarga paxas bo'linglar. Biroq qarindishinglar gunoh qilgan bo'lsa, nasihat qilinglar. U tavba qilsa, uni kechirim qilinglar. Mubodo u bir kun ichida sizlarga 7 qitim gunoh sodir qilib, har qitim kelib tavba qilsa, gunohlarining hammasini kechirim qilinglar. 12 shogirdi Hazreti İsa'ga e'tiqodimizni kuchaytiraysiz deyishdi. Hazreti İsa ularga mundaq dedi. Sizlarda qichi urug'i deb cho'nglikda bo'lsa-mu, e'tiqod bo'lsa-di, o üzmü dariqiga yıldızından qo'mirilib dengizga ko'sh desanglar, u sizlarga bo'ysunib dengizga ko'shgan bo'ladi. Agar ma'lum biringlarning tirikchilik qiladigan yoki qo'y boqadigan qulinglar bo'lib, u qo'riqdan qaytib kelganda tezroq kelib tomog'ingni yaval dersizlarmi? Yo'q, balki uningga partuqni tot, avval kechki tomoq tayyorlab, meni g'izolantirgin, ondan berib tomog'ingni ye deysizlar. Qulinglar buyrug'inglarni bajo keltirsa, uningga rahmat aytamsizlar. Cho'qim etmaysizlar. Sizlarmu shuningga o'xshash Xudo buyurgan har qanday bir ishni o'rindig'inglarda biz arzimas qullaring faqat o'z vazifamizni o'rindidik denglar. Hazreti İsa Yerusalimga berish safarida Samariya bilan Galiliya o'lkalari chegaralanadigan rayonlarni o'tib ketib, bir yeziq kirganida uning oldiga Mahav kesdi giribdor bo'lgan 10 odam keldi. Ular napoq bo'g'ashqa yaqin kelmay yiroqda to'xtab, "Hey, ustozimiz İsa, bizga rahim qilg'aysiz" deb baqirdi. Hazreti İsa ularni ko'rib, ruhaniylarga berib ko'rininglar. Sizlarning amdi paqlanğınlarni tekshirsin dedi. Ular yo'lda ketayotganda Mahavdan saqaydi. Ularning ichida biraylan o'zining saqayib ketganligini ko'rib, darhol yuqori ovoz bilan Xudoga matiya o'qib, kayniga qaytdi va Hazreti İsa'ning oyog'iga yiqilib tashakkur etdi. Bu odam Yahudilar yomon ko'radigan Samariyaliklardan edi. Hazreti İsa buni ko'rib tuqqanlarga, saqayganlar 10 odam emasmidi? Qolgan 9 aylan qani? Yahudi bo'lmagan bu Samariyalikdan boshqa Xudoga shukr etadigan kishi yo'qmi? dedi. Ondan Hazreti İsa hilqi odamga, o'rningdan tur, ketgin. Menga ishonganliging uchun Xudo seni saqaytdi, dedi. Ba'zi parisilar Hazreti İsa'dan Xudoning podshohligining qachon namoyon bo'lganligini so'radi. Hazreti İsa ularga mundaq javob berdi. Xudoning podshohligining namoyon bo'lishi ko'z bilan ko'ngli bo'ladigan ish emas. Qaranglar, u mana bu yerda yoki u yerda deb hech kim deyolmaydi.
Chunki Xudoning podshohligi dilinglardadir. Keyin shogirdlarga yana mundoq dedi. Shundoq kunlar keladiki, sizlar mening, ya'ni inson o'g'lining qaytib kelib, hukm suradigan kunlarining birarsini ko'rishga tashno bo'lasizlar. Ammo ko'rolmaysizlar. Ba'zilar sizlarga qaranglar, qutquzuvchi u yerda yoki qaranglar, u bu yerda desa, chiqib qarmanglar va ularning kaynidan yugurmanglar. Chunki chaqmoq chiqib, osmonni bu chetidan u chetigacha qandoq yo'ritgan bo'lsa, inson o'g'lining yetib keladigan kunimi shundoq bo'ladi. Lekin u avval nurg'un azob oqibatlarni tortishi va bu avlod Yahudiylar tarafidan rad qilinishi kerak. Nuh payg'ambarning zamonida qandoq bo'lgan bo'lsa, inson o'g'lining keldigan zamonidimi shundoq bo'ladi. U zamonning kishilari Nuh payg'ambar kemiga o'tirgan kungacha bahramon yeb ichib, o'lik o'choqliq bo'lib kelgan edi. Tuyuqsizlar to'pon kelib, kemiga tushmaganlarning hammasini halok qildi. Yana shuningdek, ajdodimiz Ibrohimning jiyani Lutning zamonidimi kishilar bahramon yeb ichib, so'da setiq qilib, teriqchilik qiladi va uylarni solatdi. Lekin Lut Sodom shahridan ayrilgan kuni osmondan o't bilan gungut yig'ib, Sodom shahriliklarning hammasini ko'ydirib halok qildi. İnson o'g'lining qaytib keladigan kunimi ana shundoq bo'ladi. U kuni o'g'izdikilar uydagi narsa keraklarini olmay qochsin. Etizlarda ishlayotganlarmi mol mulklarini elish uchun uyga qaytmay kechib ketsin. Lutning ayolining mol mulkiga ko'zi qiymay kayniga qarab tosh tuzga aylanib qolganligi esinglarda bo'lsin. Chunki o'zi uchunla yashaydiganlar aksicha hayotidan mahrum bo'ladi. Biroq o'z xohishidan voz kechib, mening uchun yashaydiganlar hayotini saqlay oladi. Bilib qo'yinglarki, men qaytib keladigan kecha bir o'rinda yotgan ikki kishining biri qoldirilib, yana biri arshga elib ketiladi. Tugman teshi bilan un tatiyotgan ikki ayolning biri qoldirilib, yana biri arshga elib ketiladi. Etizdagi ikki kishidan biri elib ketilib, yana biri qoldirildi. Ey Rabbimiz, bu vaqalar qayerda yuz berdi? Deb so'radi shogirdlar. Jasad qayerda bo'lsa, quzg'unlar shu yerga topildi, deb javob berdi Hazrati Ayso.